Bir kuni o'rmonda bo'rilar to'dasi bilan shoqollar to'dasi o'rtasida urush boshlandi. Bo'rilar to'dasi oz, shoqollar esa juda ko'pchilik edi. Shoqollar g'alaba qozonamiz deb o'zlariga ishonishardi. Urushning ikkinchi kuni erta tongda shoqollar va bo'rilar tog' etagidagi vodiyda saf tortishdi. Shoqollar yerdagi maysalardan ham ko'p edi. Bo'ri bechoralar esa ozchilik, lekin mag'rur qarab turishardi. Shu payt shoqollar boshlig'i chiyillab dedi: "Biz ko'pchilikmiz, biz albatta g'alaba qozonamiz." Buni eshitgan bo'rilar alam bilan tishlarini g'ijirlatib, indamay turaverishdi. Faqat eng oldinda turgan bahaybat bo'ri chidab tura olmadi va: "Ey shoqol, urushib nima qilamiz? Agar urushadigan bo'lsak, ikkala tomon ham jabr ko'radi. Kel, yaxshisi ikkimiz jang qilamiz. Kim yengsa, o'sha tomon g'olib bo'ladi", dedi bo'ri shoqolning ko'zlariga tik qarab. "Yo'q, men yakkama-yakka urushmayman. Kuch birlikda", dedi shoqollar boshlig'i. "Yaxshi, 50 ta eng zo'r jangchilaring chiqsin. Ular bilan men o'zim yakkama-yakka jang qilaman", dedi bo'ri irillab. Ahmoq shoqollar boshlig'i bu taklifga rozi bo'ldi. 50 ta eng zo'r shoqollarni maydonga chiqardi. Shoqollar yakka bo'riga tashlanishdi. Yakka bo'ri kuchini boricha o'zini himoya qildi. Vodiy shoqollarning qiyqirig'iga to'lib ketdi. Axir shoqollar bo'rni yerga yotqizib yengishdi. Lekin shoqollarning 40 tasi halok bo'lgandi. "Qalaysan endi? Sen yutqazding", dedi shoqollar boshlig'i hayqirib. Bo'ri hansirab o'rnidan turdi. "Ha, 50 ta shoqol menga ko'plik qildi. Agar 40 ta bo'lsa, yutgan bo'lardim", dedi bo'ri ayyorlik bilan. Shoqollar boshlig'i esa: "Mana senga 40 ta eng zo'r jangchilarim. Qani yengib ko'rchi", dedi-da 40 ta shoqolni maydonga chiqardi. Ayovsiz jang boshlandi. Bo'ri bu safar ham bo'sh kelmadi. Shoqollar uni timdalab, tishlab axiri qo'lga olishdi. Bu orada yana 30 ta shoqol jon taslim qilgandi. "Xo'sh, endi ko'rdingmi? Biz baribir kuchlimiz", dedi shoqollar boshlig'i chiyillab. "Albatta 40 ta shoqol bitta bo'riga ko'plik qilarkan. Lekin 30 ta shoqol meni yenga olmaydi", dedi bo'ri ham bo'sh kelmay. Shoqollar boshlig'i esa: "Endi 30 ta jangchimni chiqarsam, bo'ri albatta o'ladi", deb o'yladi va 30 ta eng zo'r shoqollarni jangga soldi. Shoqollar to'dasi yarador bo'rini g'ajib tashlamoqchi bo'lib, tishlab tortisha boshladi. Bo'ri esa baquvvat tishlari bilan shoqollarni belini sindirdi va holdan toyib yiqildi. "Ko'rdingmi? Sen bo'rilarga biz bilan jang qilish yarashmaydi", deb kuldi shoqollar boshlig'i. "Yana 20 ta shoqol bilan urusha olaman", dedi bo'ri. "Oyog'ingda zo'rg'a turibsan-u, endi 5 ta shoqolga ham kuching yetmaydi. Qo'rqyapsanmi?" dedi bo'ri qonga botgan panjalari bilan yerni tirnab. "Qo'rqish nimaligini ko'rsatib qo'yaman senga." Shoqollar boshlig'i shunday dedi-da, eng kuchli 20 ta shoqolni tanlab o'rtaga tashladi. Bu safar jang uzoqqa cho'zilmadi. Bo'ri holdan toyib yiqildi. "Sen o'zingga ortiqcha baho berding. 20 ta shoqolni eplolmas ekansan, yana 50 ta deysana." Bo'ri esa mag'rur bosh ko'tarib: "Sen yaxshisi qara. Bugun nechta shoqolni nobud qildim. Biz bo'rilar bilan urushish oqibatini bir o'ylab ko'r", dedi bo'ri oyog'ida zo'rg'a turib. Shoqollar boshlig'i ortiga qarab, eng kuchli shoqollar o'lib yotganini ko'rdi. Buni ko'rgan shoqol qo'rqib ketdi va indamay nari ketdi.